chexlar kelyapti. Pasportingizni chiqazing. Pasport kontrol Germaniyada. Qarang, politsiya keldi. Pasportingizni kontrol qilyapti. O'zbekiston fuqaroligi. Akamiz, qayerdansiz? Samarqand. Samarqanddan akamiz, qarang, qayerdan? Jumadan. Ha, tog'larni ko'rsataylik. Mana shu yoqqa turib olaylik. Akamizga qoyil qoldim. Kelavering, молодец. Germaniyaga kelganingizga qancha bo'ldi? 9 oy bo'ldi. 9 oy bo'libdi. Til kurslari bo'yicha kelganlar. Menimcha shu building bureauga top leveldanmi shunaqa kelganlar, adashmasam. Pasportingizni chiqazing desam, ichidan bilasizmi nima chiqib keldi? Hali odamlar yillab umrbod orzu qiladigan narsa bor, nima deb o'ylaysiz? Germaniyada mana 2028-yilgacha ID kartasi, bu degani akamiz umrbod qolib ketadi deganlar Germaniyaga. Yoshingiz nechida? 26 da. 26 da akamiz. Qaysi yo'nalishda til kursiga kelgansiz? Gastronomiya bo'yicha. Gastronomiya, mehmonxonalar sohasida. Akamiz til kursiga kelib turib, ya'ni Ausbildung qilyaptilar, ham o'qib, ham nima deydilar, praktika ishlayaptilar. Shuni hisobiga pul olyaptilar. Endi ma'lum bir miqdorda. Mana shu bilan siz aka butun Yevropani maza qilib aylanishingiz mumkin. Ani bora eshiklarni tep-tep kiraverasizda. Chexiyagami, Shvetsariyagami, Avstriyagami. Samarqanddan akamiz kelibdilar, til kurslari qilib, Ausbildungga hammaga shunaqa yaxshi yo'llarni tilab qolamiz. Bunaqa odamlar juda ko'p. Mana orqamizda qarang, sarflanib turishibdi. Demak, bular hammasi building bureauga yo Germaniya Life yo top level orqali kelganlar. Mana akamiz vrachlar. Hozir bular bilan xudo xolasa tog'ning uchiga chiqamiz, birga mazza qilib dam olamiz aka mana. Ilohim hammaga nasib qilsin. Buni shkafning ustiga, buni yoningizda olib yurasiz. Otabek aka, Jasur aka, shu joylarga chiqamiz deb qancha orzu qildik ya. O'zbekistonda yurganda mana shu orqadagi joylar motivatsiya bo'lganda akamga. Sezib ko'rish kerak. Manzarani qarang. Bu joylarni biz gaplashardik. Qiyin bo'lgan kunlar, hali viza chiqmaganda Otabek aka keling. Hali vizalar chiqmasdan 6-7 oylab kutgan paytlarimiz. Bu joylarga xudo xolasa erishamiz deb faqatdan yaxshi niyat qilsangiz, maqsad qilsangiz, tilni o'rganib harakat qilsangiz, albatta kelsangiz bo'ladi. Mana akalarimiz 41 yoshda keldilar. Siz necha yoshsiz? 28. 28 yoshda, bittalari vrach, bittalari umuman Ausbildung sohasiga til kurslari orqali kelganlar. Demak, omad hammaga, faqat oldinga motivatsiyani tushirmang. Motivatsiyasi qochganda mana arziydimi shu joylarga kelish? Til o'rganish. Конечно.